As I've said before, it seems to me our responsibility as leaders of China and the United States is to ensure that the competition between our countries. Amerika prezidenti Joe Biden bilan Xitoy raisi Xi Jinping 15 noyabr kuni telefon orqali 3,5 soat suhbatlashgan bo'lib, suhbatda ikki tarafning qarshilashishidan ko'ra bir qism nozik masalalarda birlashib ish ko'rishi alohida ta'kidlangan. Reuters agentligining bu vaqtdagi xabarida bu nozik masalalarning Tayvan masalasi, Amerika-Xitoy savdo munosabati va kishilik huquq masalalari ekanligi aytilgan. Reuters agentligining bu vaqtdagi tafsiliy xabarda aytilishicha, Oqsaroy bu qitimqi telefon suhbatini o'zaro hurmat, ochiq pozitsiya va gap yo'rg'ilatmaslik asosida nihoyat o'ngishli bo'ldi deb baholagan. Ma'lum bo'lishicha, bu ikkilarning 2021-yildagi 3-qitimliq suhbati ekan. Bu qitimqi suhbat jarayonida Joe Biden Xitoy hukumatining Uyg'ur diyoridagi bostirish masalasini tilga olgan. U bu masalani tangsiz savdo va Tayvan bo'g'izidagi jiddiylik masalasi bilan bir qatorda alohida o'tirib qo'ygan hamda o'zining kishilik huquq masalasiga alohida ko'ngil bo'ladiganligini bildirgan. Uyg'ur masalasi bo'lsa, har qaysi kishilik huquq tashkilotlari va fuqaroviy tashkilotlar izchil ta'kidlab kelgan masalalardan biri edi. Amerika Davlat Majlisi va Amerika hukumatidagi har darajalik arboblar bu masalani ko'p qitimlab ta'kidlagan edi. Xabarda Xitoy axborot vositalarining uchurlaridan naql elingan holda Xi Jinpingning bu masalalarga qaytargan inkosi qisqacha tilga ilinadi. Ammo Xi Jinpingning bu qitimqi suhbat jarayonida zodi konkret nimalarni aytganligi aniq tilga ilinmaydi. Ammo har qaysi sohaga ma'lum bo'lganidek, Amerika hukumati mayli Donald Trump davrida bo'lsin yoki Joe Biden davrida bo'lsin birdek Uyg'ur diyoridagi siyosiy bostirish harakatini irqiy qirg'inchilik hamda insoniyatga qarshi jinoyat deb atab kelgan. Shuningdek, buningga qarshi bir qator jazo tadbirlarini ijro qilgan edi. Shu sababdanmi Uyg'ur diyoridagi Bingtan sistemasi hamda Chinchuango boshliq bir qator yuqori darajali Xitoy amaldorlariga tegishli jazo e'lon qilingan edi. Bu jazolarning bir qismi bo'lsa, Uyg'ur diyoridagi majburiy emgak bilan bog'lanishlik bo'lgan Hamidor Qiyomi quyosh energiya taxtasi qatorliq mahsulotlarni cheklashdimi o'z ifodasini topgan edi.